xaridor kartasida sotilgan mahsulotlarni, afzal qilingan xaridlarni va qanday ko'rishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun mijozlar va marketing xaridorlar bo'limiga o'tamiz. Kerakli xaridorni ismiga bosamiz. Sotilgan nomenklatura qismiga o'tamiz. Bu qismda xaridorning barcha xarid qilgan mahsulotlari ko'rinadi. Afzal ko'rilgan xaridlar bo'limida mijozga har doim xarid qiluvchi mahsulotlar ko'rinadi. Xaridor kartalari bo'yicha kelib tushuvchi kirim-chiqim summalarini xaridorlar kartasi bo'limidan ko'rishingiz mumkin. Kerakli kartani tanlaymiz va xaridor kartasi tarixini ochamiz. Bu yerda bonuslarni hisoblash va hisobdan chiqarish tarixi ko'rsatiladi.